Uzoq vaqtlardan beri xuddi mana shu videoga o'z fikrimni bildiraman deb kelyapman. Shunchaki 3 yildan beri PUBG o'ynaydigan bir odam sifatida o'z fikrimni bildirib o'tmoqchiman. To'g'ri, men sizlarga din bo'yicha aqlli qilmayman, chunki meni aqlimga emas. Biz bu o'yinda haromlik uchun o'ynamayapmiz. Shunchaki do'stlar bilan maza qilib o'tish uchun, kontent qilish uchun, shunchaki maza qilish uchun, bekor vaqtlarimizni sarflash uchun o'ynayapmiz. To'g'ri, ko'pchiliklar PUBG ga berilib ishidan qo'ygan boshqa narsalardan qolib ketyapti, lekin eplab qo'yganlar ham bor. Agar gap harom haqida ketayotgan bo'lsa, kunda 100 dan ortiq harom ishlar qilamiz. Bu gapim bilan harom ishni qilaverish kerak demoqchi emasman. Shunchaki sizlar nima maqsadda o'ynayotganlaringga bog'liq xolos. Misol uchun men PUBG ga kirganimda men PUBG ni bunaqa shayton rasmi вообще hayolimga kelmaydi. Просто maza qilib o'tishaman, kontent qilaman va ho'k yozaveradi. Tanilish uchun, aktiv ko'tarish uchun PUBG harom, PUBG kerak emas deb ertasi kuni PUBG haqida video qo'yib, PUBG da stream qilib o'tirganlarni ham ko'rdim. Lekin bu videoda hyperlar haqida gapirmoqchi emasman. Shu faqat iltimos nimadir qilinglar kelsa faqat PUBG ga osilmanglar. Boshqa o'zingizlar ko'tarishga, boshqa kontent qilinglar. Bizdan battar harom ishlarni qilib yurganlar bor. Qizlarga borib, ichib, chakib, bu gapim bilan ham unaqa bolalarni yomonlamoqchi emasman. Hammani vijdoniga bog'liq. Lekin PUBG dan da harom ishlarni qilib yurish, o'shalarni gapiringlar. Uyda o'tirib jimgina PUBG o'ynaganimiz uchun ko'chada ertalabdan kechgacha haromdan oyog'i chiqmaydiganlardan da gunohkorga chiqib qolyapmiz yo'q joydan. Yana boyaga gapda aytaman, maqsadinglarga bog'liq. Yana ham men biron narsa deb aqllilik qila olmayman. Alkash, narkomanlarga qanchalik qon-qoni singib ketgan narkotik, xuddi bizga PUBG shunaqa singib ketgan. Oldimizda turib 24 soat gapirmaysizlarmi, foydasi yo'q. Lekin men shunaqa deb o'ylayman, biz unchalik harom ish qilmayapmiz. Shaxsan men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Birovning haqqini yeb, birovning qizi bilan yurib, u yoq qilib, bu yoq qilib, ichib, chakib, birovni urib, o'g'irlik qilib, ko'chada haromga botirgandan ko'ra uyda o'tirmay shunaqa PUBG o'ynagan ma'qul deb o'ylayman. Hammaga omad sog' bo'ling. Kimda kim meni fikrimni qo'shiladigan bo'lsa, like bosib, komment yozib ketsin. Shtobi menga aktivlik uchun emas, ko'proq odamga tarqalish uchun. Prosta to'xtatinglar, bo'ldi. Men taniydigan yaqinlarimizdan kichkinagina iltimos, mana shu zvukka video olinglar. Ko'proq tarqalsin shu video, tarqatinglar. Harom deb turganlarga mana shu videoni tashlab qo'yinglar.